Ha qizim, Dada, meni kechiring. tashlaymi? Siz qanday qiynalib pul topishingizni endi bildim. Nima sotasan? Ingliz til kurs. Qanchada o'rganaman? Choyda. Al soltini qanchada olaman? Xudo xolasa 1 yilda olasiz. Gumma oling. Sariq damda meni qancha? Bu 20 ming yoki? Qizim, buni kim pishirgan? Ayam. Qanchada? 7 ming so'm. Nechinchi sinfda o'qiysan qizim? 4-sinfda o'qiyman. Uchtasi necha pul? 45 ming. Gumma ham oling. Buzichgan svejiymi? Ha, sveji. O'zingga o'xsharkan. Gumma ham oling. 4 yillik. Necha foiz qo'ygansizlar? 20%. Nima bu daftarlarning qimmat? Hol sezon, ha? Gumma oling. Yo'q, rahmat. Buni ishlatilmaganmi? Yo'q. Yangimi? Sen nima sotasan? Koreys tili kursi. Men nimaga koreys tilini o'rganishim kerak? Chunki koreys tili biznes tili. Bilmaysizmi? Aka, gumma oling. Qoray. Gumalaring nech pulda? 6 mingdan. 5 mingdan berasanmi? 6 mingdan sotishim kerak-da. 5 mingdan bersang olaman. Ha, mayli. 4 tasini ber. Rahmat. Ha qizim, Dada, meni kechiring. tashlaymi? Siz qanday qiynalib pul topishingizni endi bildim. Nima bo'ldi qizim? Gumma sotdim. Qopdi-yu gummay. Buni olishmadi. Men olsam bo'ladimi? Rostdan olasizmi? Olaman-da. Nech puldan gummay? 6 ming. Mana, hammasiga yetadimi? Endi mana sotib oldim. Rahmat. Asal qizim.